Büyük Britaniya, ya'ni Angliyada 6 oylik mavsumiy ishda nechik vaziyatlar bo'lib turibdi, nechik yerlarda yashaymiz, karavanlari nechik, ish jadvali nechik, haftada nechaga ish bo'ladi, necha soat ish beradi, hammasini sizlarga ma'lumot berib o'tamiz kelajak bo'lib o'tgan yaqin do'stlarimiz uchun. Qo'ldan kelsa, videomizga bir like bosib, kommentda o'z fikrlaringizni qoldirib, videomizni oxiridan ko'rasizlar degan umiddamiz. Ko'rib turganlaringizdan har bir karavanning oldida skamikalari bor, o'tiradigan vajlari bor. Tak, qani. Shashlik pishiradigan manganlari bor, ayna. Hamma narsa qulayliklari yetarli. Ulli katta bir zalimiz bor, 100 odam sig'adigan Wi-Fi, televizor, hamma narsa, tennisli stol bor. Keyin kuxnamiz alohida bo'ladi azizlar. Yuvinish sanuzellarimiz alohida, erkaklarniki, ayollarniki, kir yuvish narsalarimiz ham alohida bo'ladi. Bir qator ish danishtirib chiqaman, keyin qo'ldan kelgancha bilgan narsalarni sizlarga yetirishga harakat etaman. Shuning karavanimizning yonimizda polyamiz bo'ladi. Azizlar, bizning firmada masalan hozir 3 yerda karavanlarimiz joylashgan. Glasshouse, Barless, Cortlanch, Orchard, shuning oladi. Ko'rganlaringizdek, har bir karavanning oldida kir yuvgandan keyin saradon ishini narsalar ham bor azizlar. Bir karavanimizda 4 odam bo'ladi, o'rtadan bo'lingan bo'ladi, bunda 2 odam. Barında 2 odam yotadi azizlar. Yana ko'rib turganlaringizdan kelinglar. Yakrakdan ko'rsataman har birisining oldida. Assalomu alaykum. Xo'las kalom. Birisini ko'rsating, obunachilar, nima bu? Tushmasangiz ham bo'ladi. Va alaykum assalom. Rangingizdan oldim meni. Xaladiniki va hamma narsasi bor. 2 odam. Birisini eshigi banda, birisini eshigi banda bo'ladi. Yo'q, girmayman. Xullas, obunachilarimiz, endiki navbat ishimizga keldi. Ish vaqtimiz har xil bo'ladi. İş yo'q vaqti, sezon yo'q vaqti 7 soat beradi, kamida 36 soat haftasini ish beradi. Agar sezon bo'lsa, klubnikalar pishib, uspet atolmay qolsak 10 soat, 11 soat ham ish beradi. Ba'zi azizlar, bizning polyamiz bo'ladi. Ko'rib turganlaringizdek, uzun polya bo'ladi. Bir kuni masalan shuni yaproqlari qalin bo'lsa, bir kun yaproqini o'tib chiqamiz. Keyin bir kun o'rtalarında o't o'sib turgan bo'lsa, o'tlarni olib chiqamiz. Keyin xullas ishundatib osilib turgan shoxalari bo'lsa, shularni olib chiqamiz. Xullas kalom ish bilan ta'minlaydi. Buning deyarli bir qiyin ish yo'q, azizlar. 1 2 3 4 5 6 qator bor. 6 odam shu yerdan kirib ketadi. Bir yana paratkativ qarab chiqadi. Keyin klubnikalarimiz pishgan bo'lsa, termaga tushamiz. Ko'rib turganlaringizdan hozircha akşam terildi belli. Endi xudo xolasa 3-4 kun pishadi. Xo'sh. Aziz obunachilarimiz, videomizni like bosishdan chiqmasin, qo'ldan kelgancha sizlarga Angliyada nechik vaziyat bo'lib turibdi, nechik ish bo'lib turibdi, hammasini ko'rsatishga harakat etamiz. Kelinglar azizlar, bundan ofisdan chiqib ketamiz. Ofisdan bir ko'rsating axir. Lekin havosini gap yo'q, birodasini gap yo'q. Va alaykum assalom, yaxshimisiz? Tuzimisiz? Xo'sh, kirgandik, kuxnaga kiramiz. Bu tarafda meslichu uspet atolmasalar kuxnalarimiz bor. Ko'rib turganlaringizdan har birini shunday salfetkalar qo'yilib chiqiladi. Bemalol morozinligi bo'ladi. Gaz plitalar, musor tashiydigan, tifalar, hamma narsa, hamma qulayliklari bo'ladi. Bunda esa posuda yuvish uchun posuda mo'kalarimiz bor. Ba'zi ofisimiz bo'ladi azizlar. Divan, tennisli stol, hamma narsa bor. Ko'rib turganlaringizdek Wi-Fi qo'yilgan. Bunda esa televizorimiz bor, futbol, kino ko'rsangizlar bo'laveradi. Bemalol. Hamma nada ofisda bo'ladi, shuning dam oladigan yer, televizor qo'yilgan, Wi-Fi qo'yilgan joylar bo'ladi. Masalan, bizda 3 tane ofisimiz bor, Cortlanch bor, 4 tane ekan. Cortlanch, Glasshouse, Orchard, Barless. Barlessimiz katta ofisimiz bo'ladi. Xullas, tak, tualetimiz. Buni ko'rsatish shart emas. Ayollarning yuvinish xonasi, erkaklarniki. İşine girişimiz shart emas azizlar. Basa vaziyatimizni karavani. Tak.
Hava umuman gap yo'q. Ana endi tushdingiz. Qaratu. Ana endi tushdingiz. Bu yerda yana bir ko'ramiz bor. Assalomu alaykum. Yo'q, siz olmadim. Olmadi. Hamma qo'rqadi internetga chiqib ketishdan. Xullas, endi bandasa o'zimni Bolodon Karamorim tarafa borayotirman. Onam ko'rsatamiz. Azizlar, menga Angliyani eng yaqin tarafi birinchi o'rinda havosi tozaligi. Havo shunchalik toza, bir yerda chang ko'rmaysizlar. Hamma yer yashil zona. Sirazi bilinadigan endi. O'zi bir dixaniyalaringiz ochilib, boshqacha bo'lib ketasizlar. Xullas kalom, bu yerda esa yana poliyamiz. İşten gelamiz. Mesela 6'da iş başlasak 8 saat yoki 10 saat berse 1'de 2'de 3'de tamam bo'ladi. Gal vaqtda obedga gelamiz. Ertaroq başlasak gelib obedlanib 2 saat uxlab olib bemalol futbol o'ynab yuraverasizlar. Hali futbol o'ynab yurgan vaqtlarni ham qo'yamiz xudo xolasa. Bondasi yana 5 karamonimiz joylashgan. Hammasi nomlangan bo'ladi. Oxirdan ikkinchida kamina bo'ladi. Yo'q turmalarimizni kirsarish, usta kursisi o'tiradigan hamma qulayliklari ega. Xullas kalom azizlar, gelaman deb xayol surib yurganlar imkon qadar tezroq kelinglar. U yoqda tahsil qilib turgan yoki bir ishini tayini yo'q odamlar bo'lsa, hammangizga kelishingizni maslahat beraman. Birinchidan kelsangizlar, havo tozalaysizlar, havo almashtirasizlar. Ham sayohat bo'ladi. Masalan, bazar günü London aylanasızlar, şəhərə çıxasızlar. Şunun normallarda dam alasızlar biləsizlər, bizəni Xorazmda Kurkum, Minnin ormanzar yo'q. Bərabər şöyle oturub 4-5 çorab olub yine mayıb ketkenlərinizə yetmeydi. Bemalol heç kim heç narsa demeydi. Həzət yiyib şaşlık paşlık pişirib oturabilirsizlər azizlər. Keyin qalaversə, xatunlara gəlişini məsləhət beraman. Balları yaş olsa, ata-anasına taşab, xatun bo'lib 2 bo'lib kelsalar, alohida o'zlariga karavon beriladi. Alohida o'zlariga ish beriladi. Xat ikkisi bir yerda yuradi, ajratmaydilar. Shu 5,5-6 oyda 25 ming 30 ming dollardan akitib biladilar. Agar bir o'zingiz kelsangiz 12 mingdan 15 mingdan akitib bilasiz. Ish qiyin emas. Prosta tak noyabr, dekabr oylari sal yog'ingarchilik bo'ladi, lekin bizani bu territoriyada unchalik emas ekan. Boshqa firmalardan so'rasak ko'p yog'adi deydi, lekin bizada unchalik emas. Ularniki dengizga yaqin bo'lgani uchunmi bilmadim. Xullas kalom, tavsiya etchakim. Xatun bo'lib kelsangizlar dumam yaxshi. Mana bu shaxsiy fikrim. Ko'p odam aytadi, "Ey xotiningni olib borma, xotiningni olib borma." Yo'q. Xotiningizni olib keling, tezroq rivojlanasiz, tezroq 2 yilda, 3 yilda ko'karasiz. Agar o'ylanmagan bo'lsangiz, unda to'g'ri o'zingiz kelsangiz bo'ladi. O'ylanmagan odamlar oilada 2-3 farzand bo'ladi-ku. Tavakkal etinglar, kelinglar, qo'yinglar. Rossiyani, Qozog'istonni tenglashtiringlar. Angliyaga kelishga harakat etinglar. Chunki hali endi pasport olgan yosh bolalar ham bu yerga kelib ishlab yuribdi. Yaxshi rivojlanish, yaxshi bo'lib borayotir, xudo xolasa. Xullas kalom, sizlarga nodajekman. Hammangizni Angliyada kutib qolamiz. Savollaringiz bo'lsa bemalol kommentga yozasizlar. Sizlarga har haftada yoki 2-3 kunda shuni videolarni poliyada ishlab yurganlarimizni, parxozda ishlab yurganlarimizni hammasini yetirishga harakat etamiz. Videomizga bir like bosib, kommentda fikrlaringizni qoldirasizlar deymiz. degan umiddamiz azizlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha o'zlaringizni ehtiyot etinglar. Sizlar bilan Javlonbek Ismoilov bo'ldi. Xo'p, xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling.